Qalam va sichqon. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, oddiygina bir qalam bo'lgan ekan. Bir kuni uni egasi Valijon qalamni stol ustida unutib qoldiribdi. Paytdan foydalangan sichqoncha inidan chiqib, qalamni tishlab olib qochmoqchi bo'pti. "Iltimos, meni qo'yib yubor", deb yalinibdi qalam. "Men nima qilmoqchisan? Yog'ochdan yasalgan bo'lsam, meni yeb olmaydi-ku. Yemay qo'ya qolgin meni, yemay qo'ya qol." "Oy, tishlarim qichishyapti. Shuning uchun seni g'ajimoqchiman", debdi sichqon va qalamni qattiq tishlab olibdi. "Tishlarim qichishyapti. Shuning uchun seni g'ajimoqchiman", debdi sichqon va qalamni qattiq tishlab olibdi. "Voy, og'riyapti. Voy, og'riyapti", deb baqiribdi qalam. Men chizishni juda yaxshi ko'raman. Maylimi, so'nggi bor rasm chizsam?" debdi qalam. Sichqon rozi bo'pti. Qalam zo'rg'a nafasini rostlab, oppoq varaqqa kattagina aylana chizibdi. "Bu nima? Pishlami?" deb so'rabdi sichqon. "Bo'lishi mumkin", debdi bosiqlik bilan qalam va chizishda davom etibdi. Avval yuzini, keyin esa quloqlari va katta-katta ko'zlarini chizibdi. "Axir bu mushuk-ku. Yo'q, bo'ldi, chizma. Chizma dedim. Chizma. Chizma iltimos", deb sichqon yugurganicha iniga qochib ketibdi. "Voy, bu haqiqiy mushuk", deb baqiribdi qalamcha. Shundan buyon sichqon inidan tashqariga chiqmaydigan bo'libdi. Valijonning qalami esa hali sog'-omon, faqat ozgina kichraygan xolos.